90 yoshli inson bor bitta. O'sha odamning yozganlari, o'gitlari menga doim motivatsiya bo'lib keladi. O'sha insonni bir tanlab olingan gaplari bor. O'shalarni bugun men bitta-bitta o'qib, misollar keltirib, sizlarga gapirib bermoqchiman. Motivatsiya olish uchun o'sha odam mana yashab ko'rib o'tgan uroklari deydi, darslarini orqaga qaraganda qanaqa natijalar oldi, nimalar bo'ldi, o'shalarni ko'rish uchun. Ularning maslahatlari unga yordam bergan va u uzoqdan turib shuni oxirida yaxshiligini ko'rgan, sizlarga ham yordam beradi degan umidda. Menga ham yordam bergan shaxsan juda ko'pini, hammasini ishlataman bu maslahatlarni. Demak, boshladik. Birinchisi, aqlli odamlar bilan bo'l doimo. Aqlli odam bilan bo'lsak bo'lganingda, seni ular o'zi o'stiradi. Ular bir-birini o'stiradi. Ikkita alohida aqlli odam ikkalovi alohida qilishi mumkin bo'lgan ishdan ko'ra birgalikda agar undan ko'proq ish qila oladi. Agar sen xonada eng aqlli odam bo'ladigan bo'lsang, xonani almashtirishing kerak. Keyingisi, hech qachon hech kimni xafa qilma. Birovni pastga tushirib, sen o'zingni ko'taraman deb o'ylama. Hali bilmaysan, seni hayot qanaqa zarbalar kuttiryapti, qanaqa joylarda bo'lishingni va o'zing ham nima holatlarga tushishingni. Umr hali oldinda. Odamlar senga qanaqa nima his-tuyg'u qilishayotganini, sen haqida nima o'ylashlarini aytmasligi mumkin yuzingga. Lekin ular albatta ko'rsatadi. Xatti-harakatlarida, mimikalarida, telefon qo'ng'irog'ini ko'tarmasligida, sen chaqirgan joyga vohli kech kelishligida. Bu narsa albatta o'zini bildirib qo'yadi. Agar nimanidir xohlasang, o'sha narsani yuz o'gir, bildirishingni, xohlashingni ko'rsatma. Sotuvchilar ham bo'ladi-ku, mana misol uchun nimadir xohlab, sevib qolganingizni bilsa, narxini tushirmaydi, turib oladi. Yo'q, tushmayman deydi. Mana shu narxi aka deydi. Lekin siz unga mana shu nech pul agar menimcha qilib bersangiz olaman desangiz, qilib beradi o'sha pulda. Hayotda ham shunaqada, biror narsani qattiq xohlashingizni bildirib qo'ysangiz, o'sha narsaga erishishingiz qiyin bo'ladi. Bir narsaga erishmoqchimisiz? Uncha xohlamaydigandek ko'rsating o'zingizni. Narxingizni baland qo'ying. Sizgadir kimnidir o'sha narx siz kimgadir to'g'ri kelmasligi mumkin. Ya'ni biznesingizni narxini baland qiling. O'zingizni vaqtingizni qimmat qo'ying. O'zingizni maslahatlaringizni qimmat qiling. Kimgadir u narx yoqmasligi mumkin. Lekin yoqmasa ham yetadi. Men bu odamdan maslahat olmasligim, bu odamning oldiga bormasligim yoki sani ishga olmaganim sababi pulim yetmagani. Yetsa olardim deydi. Ya'ni hurmat qiladi. Yetgan odam esa qadrlaydi qimmat bo'lgani uchun. Xo'p, boylik hech qachon ko'rsatmang. Hech kimga ko'rsatmang. Haqiqiy do'stlar, haqiqiy отношениялар, haqiqiy biznes partnyorlar, haqiqiy sodiq ishchilar bo'lishingizni xohlaysizmi sizda? Hech qachon unda boyligingizni ko'rsatmang. Faqat o'zingiz ichidagilar bilsin. Bu faqat zarar olib keladi o'zingizga. Orzularni amalga oshishi, biznesni boshlanishi ishdan bo'shagandan keyin boshlanmaydi. Biznes, startaplarni ishlab turgan joyda boshlash kerak. Ana o'shani tekshirib, startap qilib, rivojlantirib borish kerak. Ana u o'xshagandan keyin ishdan ketish kerak. Agar siz o'zingizdan yuqoridagi insonga, xo'jayin, menejeringizga sovg'a beradigan bo'lsangiz, bu sizlarning tengliginglarni ko'rsatadi. Ya'ni bu sizlarni yaqinlashtiradi. Ikkalovlar tengsizlar, faqat sen menga sovg'a bermaysan, bonus bermaysan, men ham senga beraman degan narsani aytadi. Ko'priklarni yoqmang. Hayron bo'lasiz, hali hayotda bitta ko'prikdan necha marta o'tishga to'g'ri keladi. Ya'ni отношенияларni buzmang degan ma'noda-da, aloqalarni uzmang. Telefon sizni muhim momentlaringizni buzish kerak emas. Uchrashuvlaringiz yoki oilaviy damlaringizni buzish kerak emas. Chunki telefon sizni hayotingizni osonlashtirishi kerak. Sizga xizmat qilishi kerak. Siz unga xizmat qilishingiz kerak emas. Keyingisi, kuchli inson hech qachon oson o'tmishga ega bo'lmaydi. Albatta u qanaqadir qiyinchilikdan o'tgan bo'ladi. Juda ko'p insonlar nozik bo'lishga, kuchsiz bo'lishga mahkum. Chunki ular hayot oson bo'lishi kerak, qiziq bo'lishi kerak, qiziqarli, oson bo'lishi kerak deb o'ylashadi-da. Shuning uchun ular mahkum bu narsaga. Va oson hayotda yashagan insonlar doimo o'zini o'zi xursand qilib, o'zini o'zi taqdirlab, qanaqadir sirazu nimadir hayotdan talab qilib yashaydigan odamlar, menga ber deb yashaydigan insonlar natijasida
o'z ishini mutaxassis bo'lmagan narsalar kelib chiqadi. Ya'ni inson o'zini ishini mutaxassis bo'lmay qoladi. Mashina natijasida, ya'ni ovurish hisobiga, bermaslik hisobiga. Bunday insonlar odatda ular o'ziga ko'proq baho beradi, ishlarni oxirigacha bitirish olmaydi. Agar odamlar sizni nima qilmoqchiligingizni oldindan aytib bersa, sizdan o'zini balandroq his qilishni boshlashadi. Shuning uchun doim rejalaringizni aytish yaxshi emas. Nima ish qilmoqchiligingizni, nimadan o'ylayotganingizni miyangizligini hech kim bilmagani ma'qul. Ana o'shanda insonlar voy xayoliga kelgan ish qilib qo'yadi, kutib bo'lmaydi. Bu narsa kutsa bo'ladi. Bilib bo'lmaydi, ya'ni sizdan pastroqda his qiladi o'zini. Bu maslahatlarning birinchi qismi edi. Agar bu video xudo xolasa 300 ta layk yig'adigan bo'lsa, qolgan ikkinchi qismini ham albatta chiqaramiz. Foydali bo'lgan bo'lsa, aynan sizga qaysi maslahat yoqqanini kommentlarda qoldiring. Qanaqa ta'sir qildi, qanaqa amal qoldiring. Keyingi videolarda uchrashguncha rahmat.